Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Xabaringiz bor, oxirgi kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda 15 millionga yaqin shaxslarning shaxsiy ma'lumotlari Darknet tarmog'iga tarqalganligi haqida ma'lumotlar tarqalmoqda. Xo'p, buning natijasida nima bo'lishi mumkin? Endi firibgarlar sizga telefon, elektron pochta yoki Telegram orqali aloqaga chiqib, sizning shaxsiy ma'lumotlaringiz, shu jumladan pasport seriyangiz, telefon raqam, yashash manzilingiz yoki qarindoshlaringiz, oila a'zolaringiz tarkibini ham aytishi va o'zlarini davlat organlari xodimi sifatida tanishtirishi, shu jumladan prokuratura, ichki ishlar, soliq organlari, markaziy bank va sizning kartalaringiz ochilgan bank xodimlari sifatida sizga aloqaga chiqishi va o'sha SMS kodlar yuborishi yoki turli xil havolalarga kirishni talab qilishlari mumkin. Aslo bunday havolalarga kirmang, SMS kodlarni hech kimga yubormang. Bundan tashqari, o'z xavfsizligingizni ta'minlash maqsadida o'sha MyGov OneID portalida parollaringizni murakkab parolga o'zgartirib qo'ying. Parollarni qanday o'zgartirishni video davomida sizga ko'rsatib beramiz. Va yana shu narsani e'tiborga olish kerak, o'sha MyGov saytiga kirganda shaxsiy kabinetingizga kirish orqali kredit olishga cheklov o'rnatishni ham video oxirida ko'rsatib berishga harakat qilamiz. Sizga xabar qilganimizdek, demak sizga o'sha OneID MyGov portalidagi login va parolingizni aniqrog'i o'zgartirish jarayonini ko'rsatib beramiz. Buning uchun avvalambor o'sha id.yegov.uz saytiga kirishimiz kerak bo'ladi. Sayt havolasini video ostida qoldiramiz. Bu saytga kirganimizdan keyin login va parol teriladigan joyi bor va uni pastki qismida login yoki parol yodingizdan chiqdimi degan tugma mavjud va mana shunga biza bosamiz. Buni bosganimizdan keyin JSHR raqamini kiritish kerak bo'ladi. JSHR raqamimiz bilamiz, pasportimizdagi yoki ID kartamizdagi 14 ta raqamdan iborat bo'lgan raqamdan tashkil topadi. Undan keyin pastki qismiga esa telefon raqam kiritish lozim bo'ladi. Mana shu joyda e'tibor qilishingiz lozim. Telefon raqam faqat sizning, ya'ni tepadagi JSHR egasining nomiga rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Agar siz ancha yildan beri bu telefon raqamini ishlatsangiz, bu telefon raqam boshqa shaxsning nomiga rasmiylashtirilgan bo'lsa, u holda siz login va parolingizni o'zgartira olmaysiz. Agar sizda boshqa raqam bo'ladigan bo'lsa, u holda o'zingizning nomingizga yangi raqam olishingizga to'g'ri keladi. Demak, JSHR raqam va telefon raqam kiritilgandan keyin jo'natish tugmasini bosamiz va mana shu joyda bizga telefon raqamimizga SMS keladi. SMSning mazmuni: diqqat, OneID tizimidagi login va parolni hech kimga bermang. Telefon raqamini tasdiqlash kodi keladi. U koddan keyin esa login va parolimiz keladi. O'sha joyda telefon raqamini tasdiqlash kodiga mana shu joyga kiritishimiz lozim bo'ladi. Demak, SMS da kelgan kodni kiritamiz va qayta tiklash tugmasini bosamiz. Qayta tiklashni bosganimizdan keyin kirish qayta tiklandi deyiladi va bizning telefonimizga o'sha login parol orqali bemalol kirishimiz mumkin bo'ladi. Keling endi ma'lumot berganimizdek MyGov portaliga kiramiz aniqrog'i va o'zimizning shaxsiy kabinetimizga kiramiz. my.gov.uz sayti orqali bu yerda kirish tugmasini bosganimizdan keyin boyaga aytganimiz OneID orqali kirish kelib chiqadi. Shu yerda biz login va parolimizni kiritishimiz lozim bo'ladi. Login va parolimizni kiritganimizdan keyin kirish tugmasini bosamiz.
Demak, bizning OneIDdagi shaxsiy kabinetimizga kirdik. Mana shu joydan keyingi demak etapda kirish tugmasini bossak, bizning shaxsiy kabinetimizga kiradi. Mana shu tepa qismida kredit deb yozadigan bo'lsak, bizga o'sha xizmat turi kelib chiqadi. Kredit bitimini tuzishga taqiq qo'yish yoki taqiqni olib tashlash. Xizmatdan foydalanish tugmasini bosamiz. E'tibor qiling. Bu yerda hozir kredit bitimi tuzishga taqiq qo'yish holati kredit bitimi tuzishga taqiq qo'yilgan bo'lib turibdi. Agar shunaqa qo'yilgan bo'lib tursa, siz hech narsani qilishingiz shart emas. Agar qo'yilmagan holatda esa, hozir uni ham ko'rsatamiz. Qo'yilgan taqiqni olib tashlash uchun xizmatni o'chirish tugmasini bosamiz. Agar bitim tuzishga taqiqni olib tashlamoqchi bo'lsangiz. Mana shu joydan keyin e'tibor qilsangiz, taqiq qo'yilmagan bo'lib chiqadi. Taqiq qo'yilmagan holatda tursa, taqiq qo'yishni bossak, keyin yana bitta obnovit qilib yuboradigan bo'lsak, yangilasak sahifani, taqiq qo'yilgan degan holatga tushib qoladi. Mana taqiq qo'yilgan dastlabki holatga keldi. Mana shu tartibda demak kredit bitimiga taqiq qo'yish yoki taqiqni olib tashlash mumkin bo'ladi. O'ylaymizki, berilgan ma'lumotlar siz uchun foydali bo'ldi. Bizni kuzatishda davom eting. O'z xavfsizligingizni ta'minlang, firibgarlik tuzog'iga tushib qolmang. Rahmat, sog' bo'ling.